o't haydaydigan dori ichganmidingiz, ichmaganmidingiz? Ichmagansiz. Omongiz yordam berarmidi? Endi hozir yordam beradi. Hazm qilishga emas, omongiz og'riqlarni qoldirarmidi, yo'qmi? Omongiz hazm qiladigan dori emas. Endi uni yordam berishiga sabab uni nojo'ya ta'siri bor. Nojo'ya ta'siri nimada? Oshqozonni harakatini tezlashtirib beradi. Uni nojo'ya ta'siri. Ko'pchilik ko'cha-kuydan eshitib olgan, omongiz ichsang bo'laveradi, omongiz ichsang bo'laveradi. Endi vrach yozmagan bo'lsa kerak, menimcha. Ovqatdan keyin hazm qildirish uchun omongiz hech kim yozmaydi. Katta ehtimol bilan vrachlar yozmaydi. Kimdan eshitib oluvdingiz omongiz? Uni oshqozon kislotasi ko'payib ketadi. Oshqozon kislotasini kamaytirish uchun xo'jayingiz ichsa bo'ladi. Oshqozon kislotasi katta ehtimollik bilan ko'paygan, shuni kamaytirish uchun ichsa bo'ladi. Lekin sizga bu tavsiya qilinmaydi. Sizga tavsiya qilinmaydi. Sababi shunda. O'shaning uchun uni noto'g'ri ichasizda, keyin oshqozonni ham ishdan chiqarasiz. Sababi shunda. O'shaning uchun har doim vrach bilan maslahatlashib keyin dori iching.